Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'sha mashhur kremimizni hozir master class qilamiz. Birinchi o'rinda malochkada yuzni yaxshilab tozalab olaman, sochlarimizni yig'ishtirib olamiz. Xalaq bermasligi uchun. Shunaqa qilib tursa bo'ladi. Xalaq bermasin. Xo'p, birinchi malochkada yuzimizni yaxshilab, birinchi tozalab yuvish kerak. Bu har kuni ovqat qilinishi shart yuziga. Masdan tepaga yuz olmaslik uchun. Bakın biz var. Ulan yine yapalım. Endi ustidan yana tonikda tozalab olaman. O'rmog'lar salfetkalarimiz qizlarni ma'liyga bermaydi. Bilasizlar, ko'chadagi salfetkalar teriga narsa tashishi mumkin, qizartirishi mumkin. Chunki o'zimning qizimga ham shunaqa bo'ladi. O'rmoqdan ishlatamiz. Xo'p, endi Royal seriyamizda faqat malochka bor, toniki yo'q. O'zimiz oksilojini tonikda yaxshilab artib olamiz. Kechqurun uxlash oldi обязательно yuzinglarni ovqat qilib uxlashinglar kerak. Chunki yuz qarishi, ajin hammasi mana shundan kelib chiqadi. Ko'z atrofi uchun kremimizni yengil surib olamiz. Aylana bo'ylab sekin surib olamiz. Endi hop, zardob bilan ishlatamiz. Shunaqa yuzinglar maza qiladi mana. Juda mayda oltin zarrachalar bor bu kremimizda. O'sha yengil bilan o'sha oltin zarrachalarimiz erib ketadi yuzingizga. Bu yuzni rangini ko'pchilik yuzi xiralashib ketadi, yuz rangini qaytaradi, namlantiradi, atirlar bilan kurashadi, yuzi tarang ko'taradigan sevib buni kremga qo'shib ishlatsang ham bo'ladi, alohida ishlatsang ham bo'ladi. Endi ustidan diniy moyni sursang ham bo'ladi. Xohlasanglar sevib ham yetarli sizlarga ko'rsataman. Mayda oltin zarrachalar yuziga erib ketadi. Surganda.